بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث الدرس الرابع عشر. 14 ders. Endi bugungi darsimizda so'zlangan grammatika 6-nji darsimizdagi shartga munosabatlik mazmunlarninki oxirisi. Endi shart shakllangan jumlada chuqum shart jumla ve cevap cümleden ibaret iki cümle bulundu. Endi biz muşunun qatarida aldığın derslerimizde şart cümlede fiil mudari kep qalsa sakin oquludu degan toq. Yani bunun tefsiri ahvali manda. Eğer şart cümle ve cevap cümle her işkilisi fiil mudari op qalsa her işkilisi keskin sakin oqilishi zarur. Mesela ve in ta'udu na'ud degandek in tazhab azhab degandek agar sen borsan men borma degandek shart jumlami javob jumlami har ishkilisi fil mudori bo'lib qolgan vaqtda keskin har ishkilisi sakin o'qilish kerak. Agar har ishkilisi madi bo'lib qolsa buni mabni o'g'achqa mahallan sakin o'qiymiz deb qaraymiz. Tashqi jihatda buningga sakin i'rob belgilab bo'lmaydi. Agar shart jumla madi javob jumla mudori bo'lib qolsa javob jumladagi mudorini sakin o'qisaqmi bo'ladi? Nima o'qisaqmi bo'ladi? O'z beti sakin o'qimasaqmi bo'ladi? Masalan in zahabta azhab agar barsang bormadigan yerda azhab deb sakin o'qisaqmi bo'ladi? Azhabu deb pesh o'qisaqmi bo'ladi? Ini qo'yib kelsin, agar shart mazi yo'q javob mudori bo'lib qolsa mushta bo'ladi. Agar 4-chi xil ahvol shart mudori javob mazi bo'lib qolsa shartni keskin sakin o'qish yana zarur. Masalan, birinchi jumla mudori, ikkinchi jumla mazi bo'lib qolsa, masalan in tazhab zahabtu deganga o'xshash birinchi jumla mudori, ya'ni shart jumla, ikkinchi bo'lgan javob jumla mazi bo'lib qolgan vaqtda birinchi bo'lgan mudori jumlada keskin sakin o'qish zarur. Yani bunda qilgan ahvollar intayin az, ammo shunday kelib qolsa chuqum sakin o'qiladi. Bu shart va javob jumladagi fe'lniki mazi, mudori bo'lishiga qarab uningdagi sakinning o'zgarish ahvoli bu. Ikkinchi so'zlamoqchi bo'lgan mazmun biz oldingi darsda so'zlagan shartning javob jumlasiga fa kirish masalasi. Biz oldingi darsda ixchamgina qilib 4 nuqta jo'g'lagan. Masalan, jumla ismiya bo'lib qolsa, buningga fa kiradi, buyruq fe'l, undan keyin bulusiz buyruq fe'l bo'lib qolsa, buningga fa kiradi degandek ixcham qilib bir necha mazmun so'zlagan. Endi bugungi darsda ashuning qolganlarini tafsiliy so'zlaymiz. Ya'ni tunugungi bilan qo'shib so'zlasak, oldingi darslar yig'inchoqlagan vaqtda tuvandagi 9 xil holatda shart jumlaga fa kiradi. Birinchisi shart jumla ismli jumla bo'lib qolgan vaqtda. İkincisi talabiy fe'l bo'lib qolgan vaqtda. Talabiy fe'l deganimiz buyruq fe'l, bulusiz buyruq fe'l qatorliqlar bo'lib qolgan vaqtida va istifhom, tamanni bo'lib qolgan vaqtida fa kirish vojib. Bu ikkinchi nuqta. Üçüncüsü jamid fe'l bo'lib qolgan vaqtda. Jamid fe'l degani turlanmaydigan fe'l bo'lib qolgan vaqtda. Masalan, man ghashana falaysa minna degan vaqtida kim bizni go'los bizni emas desa, falaysa minna degan laysa bu turlanmaydigan fe'l. Buni biz jamid fe'l deymiz. Üçüncüsü shart javob jumla jamid fe'l bo'lib qolgan vaqtda buni fa kirish vojib. To'rtinchisi javob jumlaga qat kirib qolgan vaqtida. Masalan, "Men yuti'illaha va rasulahu faqat faza fawzan azim" degan faqat faza, faqat qatning oldiga fa kirish vojib bo'ldi. 5-si nefining ma'si bilan birikib qolgan vaqtida, javob jumlada nefining ma'si kelib qolgan vaqtida qat'iy fa'ning kirish vojib. "Mahma takunu zuruf fama akzib" sharoit qanday qolib ketsin, men yolg'on aytmayman degan vaqtda fama akzib fa ma'ni oldiga fa kirdi. 6-si javob jumla lan bilan birga kelib qolgan vaqtida.
Masalan, men lebisel harira fi dunya fele yelbesehu fil ahira. Qanday adam dünyada ipek giyse, on ahirette hergiz kelmeydi. Fele yelbesehu. Falan kilivedi, bunun aldığı fakiriş vacip buldu. Yettincisi cevap cümlege sin kirip qalsa, yani sin bilen birikken cevap cümle olup qalsa. Masalan, in tusafir, sa usafir, fa sa usafir. Şada usafir'ın aldığı sin kilivedi, çunu qopuçuq bunun mikirdi, fakiriş vacip buldu. 8-incisi sebep bilen juktuşup qalsa. Yani cevap cümle sebep bilen birlikte kelgan fiil mudari olup qalsa, bu yerge fakiriş vacip. Masalan, in khuftum ailatan fasawfa yughnikumullahu in sha'a degende fasawfa deb sebepini aldığı fakirdi. 9-incisi cevap cümle ke'anni bilen başlanıp qalsa, bunu aldığı fakirdi. Masalan, innahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin. Qanday adam bir adamni haqsiz nahaq öldürse, aw fasad yoki askilik qilib öldürse ziminda, ziminda buzuqchilik berib öldürse, fa ka'annama qatala an-nas jami'an hada ka'annama aldığı fakirdi. Qayta takrarlasak, tövendeki 9 orunda şartning javobiga fakirish vacip. Birincisi cümle ismi olup qalsa, ikincisi talabi fil olup qalsa, talabi fil deganimiz buyruq fil, bulusiz grup fil, istifham deganlar. Üçüncüsü jamid fil, yani laysiga o'xshash turlanmaydigan fil olup qalsa. To'rtinchisi qat bilan javob jumla qat bilan birikib qalsa, yani javob jumla mudori bo'lib qat bilan birlikka mazi bo'lib qat bilan birlikka qalsa. Beshinchisi nefining ma'si javob jumlaga kirib qalsa. 6-incisi lan orqali nefi qilingan fil mudari bo'lib qalsa. 7-incisi singa juplashib qalsa. 8-incisi savfiga juplashib yaqin kelsa. 9-incisi javob jumla ka'annama bilan boshlansa, javob jumlaga fa'ning kirishi vojib bo'ladi. Endi biz bayatdan fil mudari kelib qalsa sakin o'qilish vojib bo'ldi deb emasmi? Yuqoridagidek 9 xil o'rinda fil mudari kelib qalsa sakin o'qilmaydi. Ya'ni shartning javobiga fakirgan vaqtida bunun i'robi jumlaga beriladi, filning o'ziga berilib sakin o'qilgan ahvol bo'lmaydi. Buni mahalla majzum deb tushunsak bo'ladi qallamizda. Ammo amaliyotda nima o'qilmaydi? Sakin o'qilmaydi. Mana bu bugun darsimizdagi tushunmoqchi bo'lgan qoidalarimiz. Bu tushunish bo'lgan bo'lsa, men tekstni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib beray. Dars ar-rabi'a 'ashar, 14-dars. Ya Yasir, إنك غبت أسبوعين كاملين. إن تغب بعد هذا تفصل، فإن اللائحة تنص على أنه من يغب أكثر من أسبوعين يطوى قيده. فلن أغيب بعد هذا إن شاء الله. كم مرة قلت لي هكذا؟ ما كنت أغيب إلا بعذر، مهما يكن العذر فلن يقبل بعد الآن. يدخل نعمان. من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذنه. أنا آسف، رأيتك مشغولا فدخلت حتى لا أشغلك. يدخل المراقب. إعلانا مهما. هذه 5 كتيبات مفيدة تحوي قصصا إسلامية، فمن يقرأها ويجب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة. فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليسجل اسمه عندي. يا شيخ، لا نجدك في مكتبك في كثير من الأحيان. إن لم تجدوني في مكتبي فستجدوني في مكتب المدير. يا فضيلة الشيخ، إن عبد الله في مكتبي، إن اعتذر إليك فتسمح له بالدخول؟ نعم. يخرج المراقب. يا أحمد، اقرأ الآية الواردة في الدرس بعد الاستعاذة والبسملة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لماذا جزمت الأفعال الواردة في هذه الآية يا فضيلة الشيخ؟ إن أداة شرط تجزم فعلين، نحو إن تجتهد تنجح، إن تذهب إلى السوق أذهب معك. يسمى الأول فعل الشرط والآخر جواب الشرط. وفي الآية الكريمة فعل الشرط تنصر وجوابه ينصر، والفعل يثبت معطوف على ينصر. أرجو أن تكونوا قد فهمتم. أتستطيع أن تذكر آية أخرى تهوي إن يا ياسر؟ نعم، بعون الله. قال تعالى إن تعودوا نعد. أحسنت. أيمكنك أن تذكر آية أخرى يا نعمان؟ نعم، بعون الله. قال تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
ما شاء الله. إلا هنا أصله إن لا النافية. أثمة أدوات أخرى تجزم فعلين يا أستاذ؟ إن حرف، نعم إن حرف، وهنا 10 أسماء تجزم فعلين أهمها فمن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ما وما تفعل من خير يعلمه الله، متى تصافر أسافر، أين تسكن أسكن، وكثيرا ما تلحقها ما الزائدة للتوكيد أينما تكونوا يدرككم الموت، أي معجم نجد في المكتبة نشتريه، مهما تقل نصدق. افهموا هذا الدرس جيدا، فمن فهم هذا الدرس فقد فهم دروسا كثيرة. درس إضافي هذا المساء، فمن أراد أن يستفيد فليحضر، ومن لم يحضر فليس بمعلوم. كلنا سيحضر إن شاء الله. متى تأتون؟ متى تأتي؟ نأتي، سآتي الساعة 4 إن شاء الله. في أي فصل نجلس؟ أي فصل نجد خاليا نجلس فيه. ياسر، إنك غبت أسبوعين كاملين. Sen 2 hafta to'liq yo'qolib ketding. إن تغب بعد هذا تفصل. Agar bundan keyin yo'qolib ketsang, tufsal, maktabdan ayrilsa, ya'ni maktabdan haydalsa. Ana shu o'rinda in adat shart vositasi, tag'ib shart jumla, fe'l shart, tufsal javob jumlasi. Har ikkalasi fe'l mudori bo'lg'achqa nima qilyotdi? Sakin qilyotdi. فإن اللائحة تنص على أنه من يغب أكثر من أسبوعين يطوى قيده. o'quvchilar qoidasida qandaq odam 2 haftadan ko'proq yo'q bo'lsa haydaladi deb bekitilgan. Nima yerda tanussu asli ko'rsatildi degan gap. O'quvchilar qoidasi ko'rsatildi, ammo uyg'ur tilida qoidasida ko'rsatilgan deb bo'lg'achqa uyg'ur tiliga tarjimas holda o'quvchilar qoidasida 2 haftadan ko'proq yo'qolgan o'quvchi haydaladi deb tarjima qildik. Ammo arabchani tushunish to'g'ri kelib qolsa, o'quvchilar qoidasi ko'rsatdi degan ma'noda. Undan keyin yutva qayduhu degani bu kinoya so'z. Haydul deb tushunsak bo'ladi. Asli uning zanjir kishan, qudu ko'plar yig'iladi degandek ma'noda lug'at ma'nosi, ammo bu yerda u haydulud deb tushunsak bo'ladi. Undan keyin mushu jumlada man odatu shart vositasi, yag'ib shart jumlasi muzori bo'lg'achqa sakin o'qilyotdi. Yutva javob jumla. Bu mudori bo'lg'achqa sakin o'qilyotdi. Sakin o'qilmabdi desa oxiridagi harfni tushib ketganligi sakin o'qilganligining ishorati. La naghiba ba'da hada inshaalloh. Bundan keyin hargiz yo'qolmayman. Kammaratin qulta hada li hakaza. Sen menga mushunga o'xshash bir necha qitim deding. Yoki sen menga qancha qitim mushunday gapni qilding, ha? Ma kuntu aghibu illa bi'udrin. Men faqat o'zir bilanla yo'q bo'latdim. Mahma yakunul udru fala yuqbala ba'da al-an. O'zir qanday o'zir bo'lib ketsin, hozirdan tatib qabul qilinmaydi. Hozirdan keyin qabul qil. Mushurunda mahma odat shart vositasi, yakun shart jumla, fe'l mudori o'g'achqa sakin o'qildi. Fala yuqbala shart javob jumlaga lan kirib qolg'achqa oldiga fa kirdi. Fa kirgan vaqtda sakin o'qilmaydi. Mana ini qo'yib ketsin. Yadkhulu Nu'man kiryotdi. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'dina. Kim kichikib kelsa, ruxsat so'g'onga qadar, ya'ni ruxsat so'may turib kirmasin. Bu o'rinda man shart vositasi jaa shart jumla fala yadkhul javob jumlada la gap qolg'achqa ustiga nima kiryotdi? Fa kiryotdi. Undan keyin jaa fe'l madi o'g'achqa buni sakin o'qilmaydi. Ana asif, man kechirim so'rayman, endi bearam bo'lyapti, men afsusman deganman. Ra'aytuka mashg'ulan, sizni oldirash deb qarab, sizni mashg'ul qilmay deb kiribdiman. Fadakhaltu hatta la ashghalaka degani sizni mashg'ul qilmay deb kiribdiman. Yadkhulul muraqib, nazoratchi kiryotdi. Ha i'lanan muhimman. Muhim bir e'lonni ko'ringlar. Ha degani kelinglar, ko'ringlar, tutinglar degan ma'noda. Muhim bir e'lonni ko'ringlar. Hadihi 5 kutayibat mufida tahwi qisas islamiyya. Bu islom
qissalarini o'ziga olgan foydali 5 kitobcha. Men yaqra'ha va yujib anil as'alatil warida fi akhiriha falahu jaiza. Kimki uni o'qib, uning oxirida kelgan savollarga javob bersa, uningga mukofot bor. Ana shu jumlada men odat shart yaqra yujib arish kelsa shart jumlasi. Chunki yujib yaqraga atbi. Shunga sakin o'qiladi. Falahu jaiza javob jumla, ya'ni jumla ismiga kelgachga oldiga fa kiribotadi. فمن أراد أن يشترك في هذه المسابقة فليسجل اسمه عندي. Kim mushu musobaqaga qatnashmoqchi bo'lsa, ismini mening qishimda tizimlasin. Mush o'rinda men odat shart arada mazi bo'lgan shart jumla, shuni ta'sir qilmaydi, sakin o'qilinmaydi. Falyusajjil talab ma'nosini o'z ichiga olgan shart jumla bo'lib qolgan, javob jumla bo'lib qolgan qoldiga fakir yotadi, ya'ni buyruq bilog'achqa fakir yotadi. Ya shayx, la najiduka fi maktabika fi kathir min al-ahyan. Shayx, biz sizni ko'pincha ahvollarda ishxonangizda topolmaydi ekanmiz. İllam tajiduni fi maktabi fasatajiduni fi maktabil mudir. Agar meni ishxonam topolmasanglar, meni mudirning ishxonasida topolaysizlar. Nima o'rinda in o'xshashlar shart vositasi lam tajiduni fi maktabi bu shart jumla. Fasatajidunani bu javob jumla. Javob jumlaning oldiga sin kelib qolsa, nima kirish vojib bo'ladi? Fa kirish vojib bo'ladi. يا فضيلة الشيخ إن عبد الله في مكتبي إن اعتذر إليك أفتسمح بالدخول. Hürmetli şeyh, işxonamdagi Abdullah agar sizga uzr aytsa, uningga kirishga ruxsat qilamsizmi? Ana shu o'rinda in shart vositasi i'tazara ilayk bu shart jumla. Afatasmahu degani istifhom jumla. Istifhom bo'lib qolsa o'xshashlar fa kirish vojibdir. Biz bu to'g'riliq so'z degani, ya'ni talab ma'nosini o'ziga olib qolsa degani, talab degani buyruq fe'l bo'lasiz, buyruq fe'l istifhom tamannilarni o'ziga oladi. Naam, shundoq. Yaxrujul muraqib nazoratchi chiqib ketyapti. Iqro'il ayatal waridata fi dars. Darsda kelgan oyatni o'qi. Ba'da al-isti'aza wal basmala a'udhu billahi va bismillah deb bo'lgandan keyin ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Mush oyatda in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum da en odat shart tansuru shart jumla. Shunga sakin o'qildi. Sakin o'qilganligi oxiridagi nun tutib ketganligi. Yansurkum javob jumla, shunga sakin o'qildi. Yuthabbit aqdamakum yansurukumga atf bo'lgan umi javob jumla. Shunga umi sakin o'qilyapti. Limadha juzimat al-af'al al-warida fi hadhihi al-aya ya fadilat al-shaykh? Hurmatli shaykh, bu oyatda kelgan fe'llar nima uchun sakin o'qildi? In shart vositasi ikki fe'lni sakin qiladi. Ya'ni shart jumlada va javob jumlada kelgan ikki fe'lni sakin qiladi. Masalan, in tajtahid tanjah deganga o'xshash. Agar tirishsang, utqazilsa deganga o'xshash. In tadhhab ila suq adhhab ma'ak. Agar bozorga borsang, sen bilan birga boraman degan jumlaga o'xshash. Bu o'rinda tajtahid musakin o'qildi, tanjah shart jumla, javob jumla har ikki sakin o'qildi. Tadhhab musakin o'qildi, azhab musakin o'qildi. Yusamma al-awwalu fi ala shart. Birinchisi shart fe'li deb ataladi. Wal akharu yana biri javob ash-shart. Shartning javobi deb ataladi. Fil ayatil karima, oyat karimada shart fe'lisi tansurudur. Uning javobi yansurdur. Yusabbit degan fe'l yansurga atf qilingan. Arju an takunu qad fahimtum. Sizlarning tushungan bo'lishinglarni umid qilaman degan tushunishinglarni umid qilaman. Atastati'u an tadhkura ayatan ukhra tahwi in ya Yasir. Inni o'ziga olgan yana bir oyatni diyalamsa, na'am bi'aunillah. Shunda Allohning yordami bilan. Alloh taolo da'vatudi in ta'udu na'ud. Ma'runda ta'udu shart na'ud xabar shartning javobi. Shunga ta'udu musakin o'qil, sakin o'qilganlik oxirgi nun tutib ketganligi. Na'ud o'zi sakin o'qilyapti. Ahsan, yaxshi. Ayumkinuka an tadhkura ayatan ukhra ya Nu'man. Nu'man, sen yana bir oyatni diyalamsa, na'am bi'aunillah. Ha, Allohning yordami bilan. Alloh taolo da'vatudi va illa taghfirli va tarhamni akun minal khosirin. Mushurundagi illa asli in la taghfirli. Agar menga mag'firat qilmaslar va tarhamni menga rahim qilmaslar akun minal khosirin. O'rinda ishkilisda inning ta'siridan taghfir, tarham sakin o'qilyapti. Akun javob jumla bo'lg'achqa bu sakin o'qilyapti. Mashaalloh. Hayron qilishsiz, ha? Endi taajjublanib bir xil shukr aytishsiz. Illa bu yerda aslisi in dur. Aslisi la bo'lsa nafiya, ya'ni inkarning lasi. Mana illa emas, biz burun o'rganib qolgan istisnoning illasi emas. In la.
أثمة أدوات هنا تجزم فعلين يا أستاذ. ما ديك ثم هناك degan gap. Ustoz, ikki fe'lni sakin qiladigan boshqa vositalar bormi? Na'am, shundoq. In harfdir. Bu yerda ikki fe'lni sakin qiladigan 10 ism bor. Uning eng muhimlari tuandigicha. Man. Masalan, faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah qo'shib. Ya'mal sakin qilindi. Andikin yarah uning javobi sakin o'qildi, Va ma ikkinchisi ma va ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah. Ya'niki ma taf'alu degan nunni cho'g'izbatda sakinning belgisi o'pa. Ya'lamuhu Allah deb ya'lamu sakin o'qildi. Mata tusafir usafir. Mata o'xshash mata tusafir usafir o'xshash. Tusafir sakin o'qildi, usafir sakin o'qildi. Ayna. Masalan, ayna taskun askun o'xshash. Taskun sakin o'qildi, askun sakin o'qildi. Ko'pincha vaqtlarda bu ayniga ta'kidlash uchun ortiq ma qo'shilib keladi. Masalan, aynama takunu yudrikkumul maut miyada aynama shart vositasi takunu shart jumlasi yudrikkumul maut degan javob jumla. Shunlashqa takunu sakin o'qilyotidi, yudrikkum sakin o'qilyotidi. Aydur, masalan, ayyi mu'jamin najid fil maktaba nashtarihi. Kitobxonada qaysi mu'jamni topsak, uni sotib olamiz. Shunda ayyi mu'jamin najid shart jumla, nashtari javob jumlasi sarishkil sakin o'qildi. Eng oxirgisi mahmadur. Masalan, mahma taqul nusaddiq. Nimani desang, tasdiqlaymiz, ishonamiz. Ya'da taqul sakin o'qildi, nusaddiqmu sakin o'qildi. Ifhamu hada darsa jayidan. Bu darsni yaxshi tushuninglar. Faman fahima hada darsa jayid, darsa faqat fahima durusan kathira. Kim bu darsni tushunsa, nurg'un darslarni tushungan bo'ladi. Mishada faqat fahima durusan kathira bu javob jumla o'g'achqa, uningga fakir nima? Javob jumla bo'lib qat kirib qolg'achqa oldiga fakirda li darsun izofi hada al-masa. Mening mushukashda qo'shimcha darsim bor. Faman arada an yastafida falyahdur. Kim foydalanmoqchi bo'lsa, falyahdur. Qatnashsin. Ya'da man shart vositasi arada shart jumlasi falyahdur javob jumla o'g'achqa, javob jumla buyruq bil kelib edi, nima keldi? Fa bil keldi. Va man lam yahdur falaysa bimalum. Kim qatnashmasa malomat qilinmaydi degani qoyilmaydi, ayib emas yoki ayiblanmaydi. Mushurunda man shart vositasi lam yahdur shart jumlasi falaysa bimalum javob jumlasi. Javob jumlani nima kelib edi? Laysa degan jamid bil kelib edi, fakirdi. Kullu nas yahdur inshaalloh. Alloh xolisa bizning hammamiz qatnashidi. Mata ta'tun. Qachon kelasizlar? Mata ta'ti na'ti. Qachon kelsangiz, shu vaqtda kelamiz. Ta'ti na'ti har ish kelsa sakin o'qilyotidi, Chunki mataniki birisi shart jumlasi, birisi javob jumlasi. Saati sa'at ar-rabi'ata inshaalloh. Alloh xolisa soat 4 da kelaman. Fi ayyi faslin najlis? Qaysi sinfda o'tiramiz? Ayyi faslin najid haliyan najlis fihi. Qaysi sinfni bo'sh topsak, shu sinfda o'tiramiz. Qaysi sinfning bo'sh bika ekanligini ko'rsak, shu sinfda o'tiramiz. Ma'runda ayya degan shart vositasiniki najid shart jumlasi, najlis javob jumlasi. Shunga har ikkalasi sakin o'qiladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.